Assalomu alaykum Muhayyaqon. Qani aytingchi bizaga mo'jizaviy zubnoy pastamizni mahoratini. Alaykum assalom. Mana ismim Muhayyo. Men bu zubnoy pastani 6 oydan beri ishlatib kelaman. Butun oilam bilan. Bu meni oyog'im ko'p og'rirdi. Ko'p marotaba oyog'imni operatsiya bo'lganman. Tizzalarimda tuz bor edi, suv bor edi. Keyin belimda, bo'ynimda grija bor edi. Belimda, bo'ynimdagi grijalarga birinchi oyog'imga ozgina suv olib namladimda men dinimni zubnoy pastamizni oyog'imni tizzasiga surib, keyin yupqa klyonka bor-ku, teshib oyog'imga bog'lab qo'ydim. Kechqurunmi? Kechqurun. Bog'lab qo'ydim, keyin ertalab mallada artib tashladim, issiq mallada artib tashlab, o'shandan 4-5 kun qildim, oyog'imda og'riq bo'lmadi. Keyin yana bitta narsa, meni oyog'imda son tarafida mana shunaqa o'simtali narsa o'sib chiqdi. Yurdirmadi meni. O'zingizda? O'zimda. Yurdirmadi, bunga 2 oy bo'lyapti. Yurdirmadi, bu yara desam, tagi bezdek narsa edi-da, lekin uzunchoq narsa-da. Keyin mana shu narsani surdimda, o'sha yerga klyonka qo'yib qo'yaverdim. Lekin men dinimli zubnoy pastamizdan ham, noshnoy zubnoy pastamizdan ham foydalandim. Keyin qarasam, yaxshi bo'lib ketdim. Keyin bir kun esimga tushib qarasam, o'sha narsa umuman yo'qolib ketibdi menda. Hozir yo'q. Keyin belimda og'rirdi, qanaqa charchadim. Rosa ko'p men narkoz olganman-da. Narkoz o'sha mana shunaqa taxtga uxlab qilsam, boshqasi og'riydi, charchab ketaveraman. Keyin men zubnoy pastani noshnoydan emas, faqat dinimnoydan foydalandim. Dinimnoydan foydalanib, menda hozir belimda umuman og'riq yo'q. Oyog'imda og'riq yo'q. Va keyin bir kunda 4 mahal, 5 mahal buni yalayman, ustidan suv ichaman. Oshqozonda ichak faoliyatlarini buqoqda ham juda ham buni katta natijasini ko'rdim. Zubnoy pastani farqi yo'q, qorasi, oqi. Birinchi oqini yalashga yalayman, keyin yarim soat o'tgandan keyin noshnoyni yalayman. Lekin bir kuni ikkalasini ham 4-5 marta yalayman. Juda ham yaxshi. Rezultatim zo'r. Eng qizig'i bor-ku, bu grijani yo'qotar ekan-da, tuzlarni, astroxondrozlarni yo'qotar ekan. O'zingizda sinab ko'rdingiz, a? O'zimda sinadim 100%. Endi qarang, misol uchun bizga ko'pchilik hozir mana shunaqa shikoyat bilan chiqishyapti-da, oyog'im og'riyapti, tizzam ko'z og'riyapti. Hammada mana shunaqa og'riq bor. Demak, spokойно mana shu Global Trend kompaniyasining zubnoy pastasini olib, shu siz aytgandek qilib surkiydigan bo'lsa, 3-4 kunda og'rigi polностью yo'q bo'lib ketyapti. Shunaqami? Da, 3-4 kunda og'riq yo'qoladi. Agar siz lechina bilan qilaman desiz, meni tizzamda suv yig'ardi-da. O'sha suv yig'ilishi ham umuman yo'qolib ketdi. Men 3-4 marta emas, ko'p marta qildim o'sha suv uchun. Qarab, lekin juda ham yaxshi. Gagroma tizzamda bor edi, to'pqimda bor edi. O'sha narsa ham yo'qoldi menda. Rahmat, baraka toping. Rahmat kattakon.